Qabr haqida savol. Otam va onam hozirda tiriklar, lekin o'zlariga oldindan qabr qurdirib qo'yaylik deyishyapti. Bunga biz o'g'illar ham rozi bo'lib ish boshladik. Lekin ko'pchilik odam bunga boshqacha qarar ekan. Tirik odamga oldindan qabr qurib qo'yish hukmi qanday? Hozir savolning davomi ham bor deganlar. Keyingi yana boshqa muxlisimizdan kelgan. Ramazon muborak bo'lsin, salomatligingiz yaxshimi, ilmiy ziyoda bo'lsin. Savollarim bor edi. Birinchi qismi qabristonda xilxona masalasi. Shariatda bir odam vafot etganda xilxonasiga ko'milsin, boshqa joyga ko'milmasin degan tushuncha bormi? Ikkinchi qismi biron odam vafot etsa, otamni yoniga ko'milay deb qabristondan joyni oldin bron qilib, go'rkovlar bilan kelishib band qilib qo'yish joizmi? Bu masalada qabristondagi mas'ullardan so'rasam, ha mumkin, Oysha onamizdan Hazrat Umar ham so'raganlar-ku o'zlariga joy. Shuni asos qilib siz ham bizni rozi qilib yer bron qilib qo'ysangiz bo'ladi aka dedi. Keyingi band. Biron uyda musibat bo'lganda ayollar idda saqlaydi, buni bilamiz. Bizda chilla o'tirish degan tushuncha ham bor ekan. Farzandli bo'lgandim, onam uyimga chiqmadilar. Onam chillada ekanlar, otam vafot etganlari sababli. Chillani chillaga qo'shib bo'lmaydi deb meni uyimga chiqmayapti onam. Shu narsalar shariatda bormi? Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafi xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Avvalo birinchi savol, inson tiriklik paytida o'ziga qabr kovlatib qo'yishi mumkinmi degan masalaga keladigan bo'lsak, Hanafiylardan boshqa mazhablar, xususan Shofiy mazhabida tirik inson o'ziga qabr kovlab qo'yishligi makruh amal hisoblanadi. Ya'ni qabriston umumiy xalqni manfaati uchun ishlaydigan joy, ko'pchilikning xizmatiga xizmat qiladigan o'rin, ko'pchilik uchun ishlaydigan, ko'pchilik uchun xizmat qiladigan joyni xususiylashtirib olgan, uni band qilib olishi mumkin bo'lgan holatda, demak karohiyat mumkin emas, makruh bo'ladi degan ulamolar ham bor. Jumladan Shofiy mazhabi ulamolari, ayniqsa bu borada Imom Shirbiniy juda qattiq gapirganlar Shofiylardan. Ammo biror joyni band qilmasdan, xuddi o'zini shaxsiy mulkiday qilib egallab olmasdan, qabristondan o'ziga vafot etmasidan oldin kishi biror qabrni kovlattirib qo'ysa, Hanafiy mazhabiga ko'ra joiz bo'ladi. Hattoki ba'zi ulamolar buni shunday qilsa ajrga, savobga ega bo'lishligini ham aytganlar. Bunga jumladan Fatavoi Hindiyada va man hafara qabran li nafsihi, kim o'zi uchun biror qabrni kovlatsa, hali o'lgani yo'q, tirik, fala ba'sa bihi, unga hech qanaqa zarari yo'q. Ruxsat ma'nosi chiqadi bunda. Balki va yu'jaru bihi deganlar yoki va yu'jaru alayhi. Hattoki mana shu qilgan ishiga ajr ham unga berilishi mumkin degan narsani Fatavoi Hindiyada keltirgan, Tatarxoniya deb atalgan fatvo kitobidan naql qilib. Shunga ko'ra, demak, Hanafiylarga ko'ra kishi vafotidan oldin o'ziga qabr kovlatib qo'yishligi joiz amal bo'ladi, agarchi afzal bo'lmasa ham joiz amal bo'ladi. Endi savolning ikkinchi qismidagi xilxona qilib olish masalasi. Qanaqadir qabristonni bir qismini hozir juda ham ko'pchilikning orasida yoyilib ketgan bir odatga aylanibdi. Qabristonni bir qismini egallab oladi, beton bilan uni keyin qurib chiqadi, tagidan tepasigacha egallab oladida bir oila, bir urug' yoki bir demak qabilaga o'xshagan kishilar o'zlarini o'sha qabrga ko'milishliklarini, bitta qabrga bir necha odamlarni qo'yishligini demak ta'minlaydigan holatni qilib olishadi. Aslida qabriston yuqorida aytib o'tganimizdek, musulmonlarning umumiy istifoda qiladigan o'rni hisoblanadi. Uni xususiylashtirib olishga hech kimning haqqi yo'q. Qabriston har qanaqa holatda umumiyligicha qoladi. Uni beton qilib oladimi, ustiga bino qurib oladimi, farqi yo'q. U qabriston musulmonlarning ommaviy istifoda qiladigan joyi bo'ladi. Undagi bu xususiylashtirish, xususiy qilib olishlik o'rniga o'tmaydi. Ammo hozirgi paytdagi qabristonlar yetishmasligi e'tiboridan odamlarni bir qabrga bir nechta odamlarni qo'yish
amaliyoti urfga aylangan. Ana o'sha e'tibordan bitta joyini qabr qilib, bir oiladan vafot etgan odamlarni o'sha qabrga demak qo'yishlikni ta'minlash, dahma qilish, o'zini xilxonasini qilib olish kabi holatlar bo'lsa, yuqorida aytganimizdek zarurat tufayli joiz bo'ladi. Zarurat bo'lsa joiz bo'ladi. Bunda ham yuqorida aytganimiz xususiylashtirib olishga hech kimning haqqi yo'q. Mana shu joy meniki, bizning mulkimiz bu, otamdan qolgan, bobomdan qolgan deya olmaydi. Chunki qabriston xususiy mulk emas, balki musulmonlarning ommaviy manfaat oladigan joylaridir. Savolning 3-qismi, ya'ni o'zi uzun 3 ta savolni bitta bandda berishdi. 3-qismida bir ayol farzand ko'ribdi. Farzand ko'rgan ayol otasi o'lgandan keyin onasining oldiga borishligi ruxsat yo'q degan xalqdagi tushuncha bor ekan. Ikkalasi ham chillada, eri o'lgan ayol ham chillada, bola tuqqan ayol ham chillada, ikkita chillada o'tirgan odam jamlanishi, bir joyda bo'lishligi mumkin emas degan xalqimizdagi bir tushuncha bor ekan. Lekin bilib qo'yish kerak, bu tushuncha noto'g'ri tushuncha, bu xurofot, bu bid'at, bu dinimizga zid bo'lgan tushuncha bu. To'g'ri, eri o'lgan ayol uyda o'tiradi, u idda saqlaydi. U ko'chaga zaruratsiz qizinikiga behojat boshqa bir maqsadlarda ko'chaga chiqishi mumkin emas. Ammo uning oldiga bola tuqqan qizi bo'ladimi, kelini bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar bemalol onasini ko'rgani, qaynonasini ko'rgani, singlisini ko'rgani boshqalar kelaveradi. Bunday e'tiqod qilishdan saqlanish kerak. Alloh azza va jalla to'g'ri e'tiqodda bo'lishligimizni ta'minlasin. Vallohu a'lam bis-savob.